Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisi, biokimyo fanidan bugun sizlarga sportchilarning ovqatlanishining biokimyoviy asoslari haqida ma'ruza o'qib beraman. Ratsional balanslashtirilgan ovqatlanish haqida umumiy tushuncha. Ovqatlanishning asosiy zamonaviy konsepsiyalardan biri ratsional balanslashtirilgan ovqatlanish nazariyasidir. Bu nazariyaning asosida faqat organizmni energiya bilan adaptiv ta'minlash zaruriyatgina emas, balki normal hayot faoliyati ta'minlash uchun asosiy ozuqa moddalar va ozuqalarning boshqa muhim elementlari o'rtasidagi nisbatni saqlash tushunchasi yotadi. Ovqatlanishda har xil qiluvchi rol o'ynaydigan shunday moddalar tegishliki, ular organizmda boshqa birikmalardan sintezlana olmaydi. Ular 40 dan oshiqroq moddalar, anorganik ionlar, kimyoviy elementlar, vitaminlar, almashinmaydigan aminokislotalar, to'yinmagan moy kislotalari va kofermentlarning tarkibiga kiradi yoki o'z kofermentlar vazifasini bajaradigan ba'zi bir biologik faol moddalarga kiradi. Ushbu moddalar ovqatlanishning almashinuvida omillari bilan yuritiladi. Ratsional balanslashtirilgan ovqatlanish ikkita asosiy vazifani ko'zlaydi. Organizmni hayot faoliyati jarayonida doimo sarflanadigan energiya bilan ta'minlash, hujayra va to'qimalarning strukturalarini tuzish va doimo yangilanib turish uchun kerak bo'lgan plastik, quritilish moddalar bilan organizmni ta'minlash. Lekin sportchilarning ovqatlanish organizmning energiya manbai plastik materiallar, vitaminlar, mineral moddalar bilan ta'minlanayotgandan tashqari yana maxsus vazifalarni ham, ya'ni ish qobiliyatini oshirish, toliqishlarni boshlanishini uzoqlashtirish, orqaga surish va katta jismoniy yuklamalardan keyin tiklanish davrini tezlashtirishni bajaradi. Sportchilarda ham ovqatlanish juda muhim rol o'ynaydi. Har bir organizm, nainki sportchilar, har bir organizmda ham to'g'ri, ratsional, sog'lom, balanslashtirilgan ovqatlanish bu juda muhim omil hisoblanadi. To'liq qiymatli ratsional tarkibiga ozuqa moddalarining 5 ta sinfi kiritish kerak va ularning har bir moddasi ma'lum rolni o'ynaydi va qat'iy ma'lum o'zaro nisbatga bo'linadi. Mo'tadil jismoniy yuklama vaqtida katta yoshli odamlar organizmning ozuqa moddalariga bo'lgan bir kecha kunduzdagi ehtiyoji haqida gaplashamiz. Bu yerda jadvalda ko'rsatilgan ozuqa moddalar, oqsillar bir kecha kunduzdagi ehtiyoji, ozuqa moddalar bir kecha kunduzdagi ehtiyoji. Shu jumladan hayvonlarni, oqsillar, misol uchun insonlarning bir kecha kunduzdagi ehtiyoji 80-100 gramm tashkil etsa, nikotin, kislota, ozuqa moddalar bir kecha kunduzdagi ehtiyoj 12-25 gramm. Shu jumladan hayvonlar oqsillari 50-60 gramm. Ozuqa moddalar, o'simliklarni aminokislotalar, almashinmaydigan aminokislotalar, almashinadigan aminokislotalar, uglevodlar, yog'lar hammasi bu yerda mujassam qilingan, o'qib tahlil qilishingiz mumkin. Bu yerda vitaminlarning kunlik miqdorlari hammasi, bu yerda suvda eriydigan vitaminlar B1, B2, B3, B6, B12, askorbin kislota. Sportchilarning ovqatlanishni ba'zi bir xususiyatlari. Ma'lumki, sportchi organizmning energiya va ozuqa moddalariga bo'lgan ehtiyoji birinchi navbatda sportchining turiga va bajariladigan ishining hajmiga hamda sport mahoratining darajasiga, emotsional holati va shaxsiy odatlariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun sportchining har xil turlarini sportchilarga tavsiya qilinadigan dietalar, sportchining tayyorlash etaplari, yilning fasllari va klimatik sharoitlarni hamda yoshi, jinsi,
tanasining konstitutsiyasiga bog'liq bo'ladi. Shu vaqtda sportchining reaksioni hozirgi vaqtdagi uning energiya sarfiga to'g'ri kelishi kerak. Balanslashtirilgan bo'lishi, ya'ni barcha kerakli ozuqa moddalar, oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, mineral moddalar, ozuqa tolalarini kerakli proporsional tutishi kerak. Tarkibida ham hayvon, ham o'simlik mahsulotlari bo'lishi kerak. Turli tuman bo'lishi, tarkibida yetarli miqdorda yangi sabzavotlar, mevalar va ko'katlar bo'lishi kerak. Organizm oson hazm qila oladigan bo'lishi kerak. Oqsillar, yog'lar, uglevodlar, minerallar, vitaminlar обязательно sportchilarning ovqatlanish ratsionida bo'lishi kerak va muntazam sportchilarni ratsioni kuzatib borilishi kerak. Sport dietalari uchun ozuqalarda pazandalik ishlov berish muhim ahamiyatga ega. Bu yerda mahsulotlarning tabiiy sifatlarini maksimal saqlab qolishga, ularning xilma-xilligiga va ovqatlarni bezash va hatto stollarni servirovkasiga alohida e'tibor berish kerak. Ovqatlanishning oddiy tarkibi, ozuqalarni 3 marta qabul qilinishi nazarda tutiladi, lekin yuqori malakali sportchilar uchun 4 yoki 5 martalik ovqatlanish afzalroq hisoblanadi. Shu bilan birga ko'p martalik intensiv mashg'ulotlanish va musobaqalar sharoitida biologik qiymati oshirilgan mahsulotlardan masofa, musobaqalar vaqtida sport o'yinlari turlariga, mashqlanishlar oralig'iga, tanaffusda mashqlanishlardan keyin va hokazolar aniq bir maqsadga yo'naltirib foydalanish hisobiga ovqatlarning sonini ko'payish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ovqatlanish omillari yordamida sportchilarning ish qobiliyati oshirish va tiklanish jarayonlarini tezlanishi biokimyoviy yo'llar. Sportchilarni ovqatlanish vaqtida faqat hayot faoliyati uchun normal sharoit yaratibgina qolmasdan, balki sport ish qobiliyatini oshirish, tiklanish jarayonlarini tezlashtirish, katta hajm va yuqori intensivlikdagi jismoniy mashqlarda organizmning moslashish kabi o'ziga xos funksiyalarni bajarish lozim. Agar muskul oqsillarni sintezini tezlashtirish va muskullarning massasini oshirish, demak, muskul kuchini ko'payishi uchun ozuqa mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqsak, u holda muskul oqsillarni biosintezi va almashinuvini kuchaytirish uchun aminokislotalar tarkibi bo'yicha yaxshi balanslashtirilgan oqsil ovqatlari hamda mualliflik taklif qilingan tavsiyalarni bajarish kerak bo'ladi. Bu tavsiyalarning asosiy mohiyati quyidagilardan iborat. Sportchi organizm energiyaga bo'lgan ehtiyojini, energiya sarfini his qilish tutiladi. Hurmatli talabalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.